Bir hayotiy voqeada bunday deyiladi. Bir joyda avtohalokat sodir bo'lgan edi. Qarasam, tez yordam mashinasi va atrofida ko'p odamlar to'planib turibdi. Bir yengil mashinadan taxminan 25 yoshlardagi o'smir yigitni chiqarib olishdi. U qora qonga belanib yo'tar, tanasi ezilib ketgan, oyog'i esa badanidan bo'lak holatda edi. Chinqirar, qichqirar, titrab qaqshardi. Bir payt u o'z akasiga qaradi va dedi: "O'lishni istamayman. Muhammad aka, Muhammad, men namoz o'qimasdim-ku. Vallohi, o'lishni istamayman. Qo'rqayapman. O'lgim kelmayapti. Nogiron bo'lib qolsam ham mayli. Shol bo'lib, bir umr yurolmaydigan bo'lib qolsam ham mayli. Roziman. Hali namoz o'qiyman. Nogironlikka, shollikka, hammasiga roziman. Lekin o'lishni istamayman." Odamlar anchagina to'planib qolgan. Men ham o'sha olomonning orasida turardim. Qarab, ko'rib turar va nihoyatda qo'rqayotgan edim. Haqiqatdan ham oson emasdi. Dahshatli manzara. Haligi boladan hamon qon oqib yo'tar, hech to'xtamayotgandi. Toinki qoni tugab, oqmay qolguncha. Uning rangi ro'yi tobora ko'karib, gezarib borardi. Yonidagi akasi esa iltimos qilib yolvorar: "Ukajon, shahodat kalimasini aytgin, ayta qolgin. Iltimos, kalima keltirgin", deya tinmay yalinish bilan ovora edi. Yigit faqatgina qichqirar, chimqirar, o'zini yo'qotib qo'ygan, ta'riflab bo'lmas bir ahvolda edi. Kalima keltirish u yoqda tursin. Hatto biror tushunarli so'z aytishga ham imkoni yo'q edi. Bir mahal ruhi parvoz qildi shekilli, sokin, jim bo'lib qoldi. Harakat ham qilmasdi. Ha, u vafot etgandi. Shifokorlar tanasini maxsus karovatga joylab, yuzini yopib qo'yishdi. So'ng yonchin atrofidagi odamlarga ta'ziya izhor qilishib, qo'limizdan hech narsa kelmadi. Ko'p qon yo'qotgani va anchagina siniqlari bo'lganligi tufayli qutqarishning ilojisi bo'lmadi deya g'amgin holda hamdardlik bildirishdi. O'shanda men birinchi martaba odamning o'layotganini o'z ko'zlarim bilan ko'rgandim. U hattoki kalimai shahodatni ham aytolmagandi. O'lim kutilmaganda keladi. Farz u vojiblarimizni qazoga qoldirmasligimiz, aslo beparvo bo'lmasligimiz lozim. Gapning ochig'i ham shu. Qachon o'lishimizni hech qaysimiz bilmaymiz. O'sha kuni men aslo mijja qoqmadim. Umuman uxlay olmadim. Xuddi yosh bolalarday bo'zlab, ho'ngrab yirilab chiqdim xolos. Aslida bilar edim-u. Lekin mana bu so'zlar aslo qulog'imdan ketmasdi. Vallohi, Allohga qasam, namoz o'qiyman. O'lmayin, albatta o'qiyman, va'da beraman. Faqat o'lgim kelmayapti. Ha, bu o'rinda kaminaning fikrlariga hojat yo'q. Ammo siz azizlardan bittagina narsani iltimos qilamanki, har kuni go'yoki oxirgi kuningizni yashayotganday ixlosli, taqvodor bandalardan bo'lishni o'zingizga maqsad tuting. Ana shunda ibodatlaringiz ham na qazoga qoladi va na xushusiz ado eta olasiz. Inshaalloh